Toshkentda Karmon tuman kengashining navbatdagi 66-sessiyasi bo'lib o'tdi. Ushbu sessiyada xalq deputatlari tuman kengashi raisi Faxriddin Umarov raislik qildi. Tuman deputatlari, sektor rahbarlari hamda tegishli korxona tashkilot rahbarlari ishtirokida kun tartibi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 62/60-sonli farmonining Karmon tumanidagi ijrosi bo'yicha Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi boshlig'i Bobosher Nasriddinovning hisoboti tinglanib, bir qator masalalar muhokama etildi. Yuqoridagi masalalarni o'z vaqtida ijobiy hal etish va muammolarni bartaraf etish bo'yicha xalq deputatlari Karmon tuman kengashining navbatdagi 66-sessiyasi qarorlari tasdiqlandi. Karmon tumanida Do'rmon kichkintoylari davlat xususiy sherikchiligi asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda Karmon tuman hokimi Faxriddin Umarov, tuman hokimi o'rinbosari Elyor Kenjayev, tegishli mas'ullar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda dastavval tuman rahbari so'zga chiqib, barchani shodiyona kun bilan muborakbod etdi. Shuningdek, bolajonlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar ishtirokchilarga a'lo kayfiyat baxsh etdi. Shu bilan birgalikda tadbir ishtirokchilari yangidan bunyod etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, 50 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotining qurilishiga jami 1,248 million so'm imtiyozli kredit ajratilgan. Shuningdek, Talqoq mahallasi hududida Pervish Shag nomli rus tiliga ixtisoslashtirilgan oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, ushbu oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar qamrovi 35 nafar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasining 2023-yil 25-maydagi kambag'allikni qisqartirish borasida 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturini tashkil qilish to'g'risidagi topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida Karmon tuman hokimligining birinchi o'rinbosari Tohir Urinov hamda ishchi guruh tarkibi ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda kambag'allikni qisqartirish borasida 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturini tashkil qilish bo'yicha tuman ishchi guruh tarkibi a'zolari tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan masalalar muhokama etildi. Karmon tuman hokimligining katta majlislar zalida tuman hokimi Faxriddin Umarov, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Navoiy viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Musobek Jo'raqulov, tadbirkorlar hamda mutasaddi tashkilot rahbarlari ishtirokida roadshow taqdimot tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda rahbarlar tomonidan ishtirokchilarga Navoiy viloyatida mavjud korxonalardagi davlat urushlari, bo'sh turgan davlat mulki obyektlari, yer maydonlarini sotish bo'yicha ma'lumotlar taqdimot tarzida tushuntirib berildi. Shuningdek, ishtirokchilarning qiziqtirgan savollariga mas'ullar tomonidan batafsil tushunchalar berildi. Karmon tuman hokimi birinchi sektor rahbari Faxriddin Umarov o'tayotgan haftada fuqaro murojaatlarini joyida o'rgandi. Xususan, Yangi hayot, Bog'shamur mahallalarida o'rganish davomida fuqarolar tomonidan novvoyxonaga gaz o'tkazishda hamda uy ta'mirida amaliy yordam so'rab murojaat etildi. Tuman rahbari fuqarolarga ushbu murojaatlar belgilangan tartibda o'rganilib, ijobiy hal etilish choralari ko'rilishini ta'kidladi. Shuningdek, Paxtabod mahallasida bo'lib, fuqarolar murojaatlari joyida o'rganildi. O'rganish davomida fuqarolar tomonidan bir qator muammolar bo'yicha murojaat etildi. Tuman rahbari fuqarolarga ushbu murojaatlarni belgilangan tartibda o'rganib, ijobiy hal etish choralarini ko'rishni ta'kidladi. Karmon tuman hokimligi binosining majlislar zalida tegishli mutasaddi rahbarlar hamda mahalladagi mas'ul beshlik ishtirokida obod va xavfsiz mahalla muhitini yaratish mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Ushbu seminarda mutaxassislar tomonidan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlarini belgilash to'g'risidagi qo'shimcha qarorlarning mazmun-mohiyati bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Karmon tumanida ham bolajonlarimiz uchun bir qator bayram dasturlari tashkil etildi. Xususan, tumandagi barcha maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida, mahallalarda bolalarga bering dunyoni shiori ostida bir qator bayram dasturlari, turli xildagi musobaqalar tashkil etildi. Shuningdek, tumandagi Mirsaid Bahrom mahallasida joylashgan madaniyat markazida Yangi O'zbekistonning baxtiyor bolalari shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu bayram tadbirlaridan bolajonlarning kayfiyati yanada ko'tarilib, ularga bir olam quvonch hadya etdi. Karmon tuman hokimi Faxriddin Umarov Do'stlik mahallasidagi Yangi O'zbekiston massivlarida bo'lib, qurilishi yakuniga yetgan ko'p qavatli xonadonlarning holatini o'rgandi. Shuningdek, ushbu uylarga ko'chib kelgan fuqarolar bilan suhbatlashib, yaratilgan shart-sharoitlar bo'yicha fikr almashildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, Karmon tumanida Yangi O'zbekiston massivlarining qurilishi uchun jami 21 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, bugungi kunda 20 ta 5 qavatli
400 xonadonli uy-joylar hamda bitta 1056 o'rinli umumta'lim maktabi, bitta 120 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi hamda bitta 100 qatnovli oilaviy poliklinika binolari barpo etilmoqda. Karmana tuman hokimi Faxriddin Umarov, tuman hokimi o'rinbosari Jamshid Ro'ziyev, Xitoy Xalq Respublikasidagi International Logistic kompaniyasi direktori Wang Dexun va ushbu kompaniyaning huquqshunosi Jasur Mavliyanovlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar Karmana tumani hududida International Logistic aviakargo kompaniyasining filialini ochishni muhokama qilishdi. Karmana tuman hokimi birinchi sektor rahbari Faxriddin Umarov, tuman hokimi o'rinbosarlari hamda mutasaddi tashkilot rahbarlari ishtirokida Tumishkon mahallasidagi fuqarolar murojaatlari tinglandi. Ushbu sayyor qabulda fuqarolar tomonidan ijtimoiy ko'makka muhtojligi sababli moddiy yordam berish, tibbiyot sohasida amaliy yordam berish, uy ta'mirlash, ish bilan ta'minlash, kontrakt to'lovlarini to'lash hamda kommunal sohalarda amaliy ko'mak berish kabi masalalarda murojaat etildi. Shuningdek, qabul davomida fuqarolar tomonidan jami 14 ta murojaat tinglanib, ularning 5 tasi joyida hal etildi. 7 tasi bo'yicha joyiga chiqib o'rgangan holda ijobiy tomonga hal etish borasida mas'ullarga topshiriq berildi. Ikkita murojaatlar bo'yicha huquqiy tushunchalar berildi. Siz Karmana tuman hokimligining Karmana hafta ichida axborot tahliliy dasturi bilan tanishdingiz. Karmana tuman bilan bog'liq bo'lgan xabar va yangiliklarni rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Boshlanadigan yangi hafta barchangizga omadli kelishini tilagan holda keyingi dasturlarimizgacha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.